Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Bizda akkumulyator sig'imini o'lchovchi maxsus asbob haqida hozir gaplashamiz. BBT60. Akkumulyator sig'imini ko'pchilik bunga o'xshash tester bilan yoki boshqa asboblar bilan faqat kuchlanishini o'lchaydi. Bu kuchlanishini o'lchash har doim ham to'g'ri ma'lumotni bizga yetkazib bermaydi. Mana bunga o'xshagan maxsus pribor yordamida, maxsus asbob yordamida o'lchasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir mana demak enterni bosamiz. Test batareyani bosamiz. Shunda akkumulyatorimizni sig'imini to'liq o'lchash imkoniga ega bo'lamiz. Lot error chiqyapti. Mana demak akkumulyatorimizni ulab olganimizdan keyin enter tugmasini bosamiz. Test batareyaga tushamiz. Tushib testni bosamiz. Testing yesni bosamiz. Mana akkumulyatorimizni sig'imi 51% ni tashkil etmoqda. Kuchlanish 12.18 volt ko'rsataveradi. Sig'imi pasaygan akkumulyatorda ham kuchlanish mana shunday holatda ko'rsatishi mumkin. Bu akkumulyatorimizni sig'imidan to'liq dalolat bermaydi. Shuning uchun mana shunday maxsus priborlar yordamida foydalanish kerak. Agar siz akkumulyatorni batareyalar sotib oladigan bo'lsangiz, shunga o'xshash asboblar bilan o'lchab, keyin olganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu asbobimiz 6 va 12 voltlik akkumulyatorni batareyalarida o'lchashga moslashtirilgan. Elektrotexnika uz kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar, izohlar yozib qoldiringlar.